Assalomu alaykum Gold Mebel kuzatuvchilari va podpischilari. Xo'p, sizlarga bugun tayyorlagan ishimizni video obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, bu komplektimiz Monika Cobra fason 16 talik YouTube orqali zakaz qildi bizga. Surxondaryo viloyati Termiz shahriga tayyorlab berdi. Bu komplektimiz 16 talik. Bu komplektimiz 6 metrli, 7 metrli uylarga tushaveradi. Xon taxta bo'ladigan variantda qilib berdik. Bu komplektimiizga keladigan bo'lsak, komplektimizni xon taxtasi rossiyskiy MDFda bo'lgan, razmeri 1.20 ga 3.60 stol xon taxta bo'ladi. Stullarga keladigan bo'lsak, xo'p, stulini spinkasiga 3 sm dan 3 qavat qilib, chesterli qilib berganmiz, tuymali qilib. Sidinasi keladigan bo'lsa, sidinasiga 3 sm dan 3 qavat qilib fokus qilib berganmiz. Klient xohishiga qarab turib 12 ga qilib beraveramiz balandligini, machalkasini. Orqasiga keladigan bo'lsa, orqasini pardali, broshkali qilib tayyorlab berdik. Rangi shampan bilan gold aralashmasidan qilib tayyorlab berdik. Klient xohishiga qarab turib. Bu komplektimizni xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 8 million 200 ming so'mga upakovka qilib mashinaga yuklab berishni bilan gaplashdik. Dastlabki xizmat отдельный bo'ldi. Uni klient o'zi bilan shoferni gaplashtirib yuklab beradigan bo'ldik. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga podpiska bo'lib, videoga like bosib, mebel olmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Hammamizga manfaatli bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat. Kimga shunaqa mebel kerak bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Pastdagi nomerlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Barchalar uchun rahmat.